Mübarekleri bulsun etkeni toyunuz. Cüp etikli küskü eyvanı cayınız. Mudama izzette ötke ömrünüz. Mudama izzette ötke ömrünüz. Ene can ene yübli mübarek olgay. Ana canım dulhan gün mübarek olgay. Ayol so'zi 3 ta harf 3 ma'nodan iborat. A degani Allohma, yo degani yorug'lik, l degani latofat, ayol so'zi bir ma'no. Assalomu alaykum bizning ijtimoiy tarmoqlarda va internet sahifalarida Shawat City kanali orqali ko'rib turgan qadrdan insonlar sizlar bilan didor ko'rishganimizdan quvonchimiz cheksiz. Bugun Shawatımizda yangi ochilgan Aziz Kabob choyxonasida xulosa nasib etsa, eng baxtli oilaning baxtli kunini guvohi bo'lib keldik. Endi qaranglar o'rtoqlar, bugun bu yerga kelganimizni ko'rgan inson havas qilmasdan hech qanday ilojisi yo'q. Bugun Anabiba anamizni 91 yoshda 91 bahorni qarshilab olgan munosabati bilan chin dildan samimiy tabriklaymiz. Anabiba ana, Xudo xolsa nasib etsa 100 yoshingizda yetishni narsa emas, 9 yil qolibdi. 9 yil deganing 9 kundan tez keladi. Narsa Anabiba anamizning 100 yoshlarida qutlab o'tirish hammaga nasib etsin. Anabiba anamizga Alloh taolodan chiroyli umr va mazmunli hayot tilaymiz. Anabiba anamizning umrini Alloh taolo hammamizga bergan bo'lsin. Alloh taolodan dardini shifo tilab yotgan bemor va xastalarning dardini shifo bersin. Musofirda yurgan Alloh yigit qizlarni Alloh taolo safarlarini bexatar qilsin. Xalqimiz boy bo'lsin, topqaz mudom yaxshiliklar bersin. Bizda bitta shior bor, faqat yaxshilikka bir qadam shiori ostida bugun Anabiba anamizni chin qalbdan samimiy tabriklaymiz. Anabiba anamizni muborakbod qilish maqsadlarida bizlarning sarar go'sharimizda elimizda 50 yil xizmat qilgan xizmat madaniyat bo'limida rahbar vazifasida bajargan Inagarabga Abdallovani bugun onajonning tug'ilgan kuni. Nega Nigarabga nolli bo'lmasa kerak menimcha opasi. Nigarabkamiz nomidan, Nigarabkamizning farzandlari bizning ukajonimiz Bonujon nomidan samimiy tabriklayman. Kumuri qizlar nomidan, Maftunaxon nomidan, Shuhrat o'g'li nomidan, Odilbek o'g'li Mamurxon gelini nomidan, voy bola chiqim baxna chiqim deganlarning Azizbek, Bunyodbek, Rahmatjon, Shohruzbek, Muslimaxon voqeasi hamma nomidan tabriklayman. O'rtoqlar, havo isi to'rt arib yetmasin. Shuning uchun tezroq giramiz. To'rtda yozilgan jannatim onajonim deb yozilgan. Mana men odam yozgan o'xshadim, maktabda chala borgandim, yozgan o'xshadim. Va yana bunda bir she'r bor ekanda, sodda dilim jannatim, bor obro'yim, savlatim, bahosi yo'q boyligim, oy yuzli chiroyligim, Anabiba onajonim deb yozilgan. To'rtdan keyin cho'tki gul berilgan, gullagan abdusha haqiqatan dim chiroy ekan. Ajoyib nima deysiz? Minnatdorchilik bildiramiz. Asa ketdik, yolg'on gap uchun davom ettiramiz. Bir marta like bosib qo'yinglar. Asa kelgandan keyin gul olib borib baravaramiz, o'tirib bir yoqdan tabriklayveramiz nasib etsa, Xudo xolasa. Ketdik. Gel bize yol veramiz, gel. Davlada katta gaplar kim bu o'zi xonzonalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicham, u mani onam bo'ladi. Qirolicham, u mani onam bo'ladi. Mani faqat u biladi. Mani borimcha ko'radi. Qirolicham, u mani onam bo'ladi. Qirolicham, u mani onam bo'ladi. Mani faqat u biladi. Mani borimcha ko'radi. Qirolicham, qirolicham, qirolicham.
hiç kim basarlar. Onu hiç alışık bulmaz. Kraliçem, bu bana olan bular. Kraliçem, bu bana olan bular. Bana fakat o bular. Bana doğrunca bular. Kraliçem, 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 bu bana olan bular. Kraliçem. Aşırı ötün. Anam bilan bir ochiqchasini o'zim bir so'zlashib qo'yinglar. Avvalambor assalomu alaykum afkalar, bilar, halolar, ammalar, tashkilga kelgan hammalar. Ovqat yemasalar bir chabak chalib o'yinglar, chabak chalsa ham quvonamiz axir biz ishonavering agar. Assalomu alaykum. Ana biyana yaxshimisiz? Jonlimisiz? İnşallah. Sog'ligingiz yaxshimi? Allah. Молодец, tabriklayman ana. Rahmat. Xudoyim umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yoshlarga giring. Dunyo durincha turing. Kellangizda necha dona sochimiz bor, shuningni umr bergay Xudoyim. Sizlerim şu yaşlara girgeçler, Xudaya Xudavanda. Endi neşetinden gününü görmegeçler. Bala çağınızı ata-ana bulayıp yaşagaçlar Xudaya. Rahmat. Necha yoshga girdingiz ana biyana? 18'e girdi apam. Necha yoshga girdingiz? 91. Ha, o'zim mendan bir yosh ulagansiz-ku. Ana biyana. Bugun sizni chin qalbdan tabriklayman. Bugun siz bizga ko'rganimizda quvonchimiz cheksiz. 90dan dam olib o'tibsiz. Xudoyim 100 bilan 100 yashing. 110 bilan siz yashing. Hassaga hech qachon bahna bo'lmag'aysiz. Farzandlaringizni, ahtiqlaringizni, cho'liqlaringizni, yo'qliqlaringizni iskana mehmonsiyan bo'lish nasib etsin. Vaqtimizda hamisha bor bo'ling. Aytar edi onam menga yoshligimda. Shu so'zimni unutmagan jonim bolam. Yolg'on so'zni olib tashla lug'atingdan. Boshing uzra unga qirishtirsalar ham. Avvalambor sotqin fe'llar yurak urma. Ular bilan o'tirmagin, yotma turma. Sening sotgan do'sting ham sota ko'rma. Peshonangga miltiq tirab otsalar ham. Haqiqatni eslab olam toliqmagin. Do'st tanlashda hushyor bo'lgin, xavliqmagin. Darding yo'yday kishilarga yo'liqmagin. Mardlarning ku sendan yuzin o'girsalar ham. Bolajonim bu yo'llardan cho'cha kelma. Yig'la, bitta yig'la. Sira tinma. O'z yo'lingning ravon ushla, parvo qilma. Karboning ortidan tinmay ursalar ham. Go'dak cho'g'ing chaynab bergan har yutumdan. Bolam qaytar cho'g'in o'lli tobutundan. Agar xalqning duosini olsang mudom, bolajonim, roziman men senga bergan oq sutundan deganlar. Bugun Maryam jonimizni farzandlari har biri xalqning duolarini o'tirib, Alloh taoloning nazarida, xalqning e'tiborida yaxshi kunlarda xizmat qiladilar. Bugun size tortni oldingizmi? Tort keldik, eldingizmi tortni? Yiyip koydum. Ana biyana tort zakasını dişize kayımda bekkeldik. Tort zakasını sesler ötülüngeni yiyivering, ilaj olsa hiç kime vermeyin, yakşı mı? Hiç kime vermem. Vermen, koruk, ikiniziniz. Kuru gözüm yiyeyim. Ama kadar verez. Sana da vermem. Enes sen temeli yakır bana. Rahmet, salamat boğazsana. Keyizde bize gülek geldik ana. Lekin siz gülden hem çıraylısınız. Sizin ailede dualarınız, aytgan Allah'ingizning nolalari, aytgan yor-yorning nolalari hali oilada turibdi onajon. Jannat qani desalar, jannat sizning oyog'ingizning ostida bo'ladi onajon. Bu 91ga girdim deb o'ylanib o'tirman. Hali mana oldimizda men hozir ko'chada aytdim. 100 hech narsa qolmabdi. 9 kun qolibdi. 9 kundan keyin nasib etsa bir asr ko'rasiz. Sizni yoshingizni Allohim hammaga bersin. Hamma insonlar bersin. Xudoyim shu dikamon gul o'yna bir bergaysiz. Endi qarang ana bu yana sizni qurum men emas, inomimda sizni kamerada ko'rtirganlar bor YouTube'da. İnternetda 36.000 dona obunaçimiz nomidan, undan tashqari podpischilar nomidan tabriklaymiz. Hozir bular ham berak kelganlar, bu niyat etib kelganlar. Xudoyim shu yoshini men ham yetirgay.
Men shu yoshga kirgan vaqtda men ham shu e'tiborda bo'lish nasib etgan deganlar. Lekin bizdan beri kelishimizga sababchi bo'lgan insonlar bor. Bular sizni farzandlaringiz haqiqatan hammasi sizni jonidan ortiq yaxshi ko'radi va sevadi. Nigora qizingiz nomidan tabriklayman, ustozim nomidan tabriklayman. Banujon nomidan tabriklayman. Qumri qizingiz nomidan, Maftunaxon qizlaringiz nomidan, Shuhrat bolangiz, Odilbek o'g'lingiz, Mamura qizingiz nomidan, Aqtiqlaringiz, Azizbek, Bunyodbek, Rahmatjon, Shohruzbek, Muslimaxonlar nomidan tabriklaymiz onajon. Ham bu qasanglar ham siz onajon. Endi qarangda, bizlarni shavosli qoidalariga rioya qilgan holatda bizni kanal tabrik loyihasi bo'lganligi sababli kelgan mehmonlarimizni tilaklarini guvohlari bo'lamiz. Keyin araqandan nasib etsa yana baliq keldi, yana ovqat keladi. Yeb ichib turib o'tadi-ku. Nasib etsa bugun tashkil zo'r bo'ladi deymiz. Bugun bormi yeyish kerak, yesang yuqadi bu. Agar minningidan keldiga yeyecek bo'lsangizlar, hozir darrov aziz kabobga kelinglar. Aziz kabobga kelsangizlar, hammanasi tayyor. Esa chiqqan tilaklarini guvohlari bo'lamiz. Reynajon opa, assalomu alaykum. Oh, turkcha gaplashayapsan men bilan. Sen bilan assalomu alaykum. Chaqqamizning jannatin sog'omonmisiz, kayfiyatingiz yaxshimi? Sen bilan o'rnimda o'tirib gaplashaman dejaysiz, qarang. O'zingiz bir tilaklaringizni bildirasiz. Marhamat, e'tibor sizda. Men mikrofona gap qo'yaring. Tabriklang Reynajon. Şurada oturgan hemmegizi meni yaşıma enebiyelerinizi yaşına yetevergiysiler. Kudayım enebi yapan bizeni köçede hemmemizi şu ulumuz bize buna karab letemiz. Kudayım yere bir 10 yıl 15 yıl oturavergi bu. Şimdi bu balalarını öğlentirip oldu mu? Çoğlukları var, yoğunlukları var. Ulanım öğlentirip toylarını görüp oturgay. Sizlerle hemmeniz aktık görüp, çoğuluk görüp kuanıp oturgıysılar. Sizlerle şu yaşlara yetirgi. Rahmet. Salamat bo'ling. Yan başa berib qo'yavering. Sana yan başında kim var? Gaplar, bir yana gaplar kelavering. Dim zo'r chiqadi hozir kelsak. Apa, sizi 91 yaşınız bilen tebriklayman. Vaktimize sağ olun. Daim şu aktık çoğuluklarınıza evinde sağ yürügeyiz. Bundan hem 100 yaş girgeyiz. Baktığımda ben. Ben Keremetcan. O'tirib gaplaring. Assalomu alaykum. Yine hurmatli davra qatnashchilari. Enabi opamiz yine 91 yaşını inşallah kelib o'tiribmiz ekan. Bu enamize uzoq umr tilaymiz. Şu farzandlari baxtına sağ aman bo'lsin. Şu yoshni o'zi ko'rishni ham sababi bolalar bo'ladi. Bolalar asrab yaxshi etib qarasa, ota-onani yoshi ulug' bo'ladi. Nigara ko'p sababchi menimcha sen o'xshaysan. Xudoyim şu bolalarınız Adilbek, Memnura kızımız, Qumurxon akamiz, shularni oilangizga hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hammangizga oilangizda sog'lik bo'lsin. Rahmat, bizlarni ham shunday yoshlarga yetirgay. Enebiyene tebriklayman doğulgan gününüz bilen. Şurada apam gepledi, Kerem epkem gepledi, Kumur epkem. Şularni gepine koşulamam. Ne değil. Dünya durunca durgay sene. Iloyim Xudoyim, rahmat tilaylar uchun. Enebiyene. Yandaman. Tebriklayman doğulgan günleriniz bilen. 100 yaşlara girgeysiz Xudoyim, bizler hem yetirgeysini yaşlarınıza. İlahım Xudoyim, 100 yaşlarınızda 100 yaş toylarınızda berip oturuş nasip etkey. Nigara dim boysuz. Hemmeden hem boy bizemiz, anamız var. Bu bir dünya baylık. Şu ananızı balıkı bilen tebriklayman. Hemmemizi baktığımıza analar sağ olsun. Xudoyim duaguyimiz bo'lib o'tirsin hammamizni. Shunday tevarik bo'lib. Shuni aytaman, azon bilan sizlarni bir duangizni olib uydan chiqib ketsak, kechacha qalqonimiz bo'lib shu duolaringiz bilan uyimizga kirib kelamiz. Xudoga behisob shukr, sizlarni borlaringizga shukr. Hamma onalarimizga borina shukr. Xudoyim
100 yaşlarınızdan oynap berip, gülüp, üşetip, bundan kette etip oturuş nasip etke hemmemize. Hudayım. Enem təbrikliyəm dolğan gülləri bilən köp yaşlarını görsün. Üçündə oturmaq nəsib etsin həmməmizə. Hala opanan xudu yetirge deydi o. Ama. Ağamın. Arkayı söylüvereyim. Apa, dolğan gülləriniz bilən təbrikliyəm, yüzlərə girib oturan, vaxtımıza sağ olun. Şu yumuşatıp oturduğunuz bizler için bir devlet. Şu mamayla sağ olsun. Rahmet. Geplen ha. Yok geplen gel birden gel. Apa təbrikliyəm. Bizəni vaxtımıza sağlaman yürüyün. Siz varsınız, bizənin dövlətimiz şu. Dolğan gününüz bilən təbrikliyəm. Ya geplen sen geplen. Xatada geplen. Mama köp yaşlara girin təbrikliyəm. Rahmet. Endi her bir kinoda, her bir senaryoda, her bir dasturda rejissor, muallif, bestekar dedi. Bugün günümüzde baş rejissoru Nigara Ustaz Abdalov oldu. Nigara ki tabi demem. Özü akşam 12'de yapacak uyuna. Madem 12'de bize takılmanlar. Ahırda adam erteniz günü bana verelim. Erteniz basak zor bol çıkardı dedim. Şu bıltırdan bir yıldan beri kısınadı. Neçede baramız. Mağatada 12'den de top dedi. Erteniz 12'ye hizmet etiş gerek dedi. Madem bir yıl hizmet kılamız dedim. Yüzüne girince nasip etse kuda kalırsa dedim. Nigara ki kovancımıza şerik merak edeceğim. Bu dünya kaytar dünya. Endi aytadı ki ekkenin alasan deb. Almantiyana alma düşedi, eriktiyana erik düşedi degenlerden. Xudayim işte sizden etibarda olup dur. Beni Banucan ükemem. Siz 91'e girgende bizden yaparsın. Şimdi özüme bir tek klient tapıp kalayım yanımda. Kıvançınızda şerikimiz. Xudayim işte ailengizde eşkesi kakkan insan. Ne o dedi? Sanat degen bir dostumuz aytılan gepi vardı. Adam zatını izinde kılıp durgan gıybetlerinden, düşmanını atkan daşlarından özüge kasır yasa dedi. Ben bilemem, Nigaratke'nin altından atkan, düşmanı atkan daşlarından biremez. İki taş atıp kasır yasak koydu. Kasırda hazır rahat girip oturttu. Günlerken yukarılarken en boy insan. Onası var insanlığı bu dünyada gamı yok. Təşviş nima bilmeydi, hiç narsara kemi yok. Şu insan Nigaratken buladı. Ustaz Ahmet öz istilayınız. Opama uzak ömür dilemen. Xudayım yüzlerine girip oturgay. Şu oturganlar hemmeyiz. Üylerinizde şimdi toylar bolsun, dolgan güller bolsun. Şu kelganlaringiz için hem rahmet, şu opamı silap. İş kılıp ömür uzak bolsun. Sana ham rahmet ketdi. Çin çıkanım apam demediniz. Banucan mevki. Ana təbrikliyəm. Ömrünüz uzaq bolsun, dünya durunca durun. Rahmet. Axı ben cinnet ve ceza körsatından emas, ben bizler təbrikli adamız. Anam dolğan günü bilan təbrikliyəm. Rahmet ketdi. Sizler gapingizlarmi? She'r aytasizlarmi? Yo'q, Xudo saqlaydi. Hozir baliqni götürtdim. Aytaman. Təbrikliyəm ana. Ömrünüz uzaq bolsun. Ömrünüz uzaq bolsun. Təbrikliyəm ana. Təbrikliyəm. Rahmet. Təbrikliyəm ana. Təbrikliyəm. Bul. Davramızda tabrigimiz gelgeyinde yana devam kıldırmamız sebebi bugün bu oylada neçeli tabriklesek baribir kemlik kıladı. Hazır bizler tabrigimizni hurmat ehtiromla bizlerni Shavot elimizden acayip ustozimiz özünün milli xalfachilik yo'nalishlari bilan hakikatdan san'at go'shlarida endi yılını aytsak göz yedi. Nasib etsa yana 50 yil xizmat qilishga majbur, qorisha haqqi yo'q bizlarni faxrli ustozlarimizdan akamiz, opamiz Instagram'da Bek Manvani xos tilaklarini tinglagandan keyin to'rtkaslarga bizlar navbat beramiz. Instagram'da Xojana avvalambor qadamimizga hasan davramizda bir chiroyli tilaklar bilan ana Bek opamizni tabriklaysiz va karakini to'rtlaymiz. Assalomu alaykum. Ana xalla, opa singillar, ukalar.
Bugün yine iş önemli. Teberrük 90 yaşını nişanlamaka teşrif buyurup oturtmuz. 91 yaş mı? 91 yaş. Tebrikliyim size ene. Daim canınız sağ olsun. 100 yaşa girgeninizden şurada oğul kızlarınız yine komşu karımdaş doğan gelip tebriklep oturuş nasip etsin. Kızınız yine nigara dostumuz, düganamız, hem kesbimiz, hem ne de idaramızda hemen hürmetine sazavor. Acayip kız. Şu tüfeyle teşrif bir oturtmuz. Daim sağ boğaysız. Her yıl dolgan gününüzde bağımız. Xudaga şükür bir yılam yetirdi. İndiki yılam songi yıllarına yetirevergey Xudayım. Yine ferzentleriniz sağ bolsun baxtınıza. Şulanı baxtına, taxtına süyengeysiz. Aktık çoluk yolukların toyunu görgeysiz Xudayım. Hemmemize sizi yolunuzu, sizi yaşınızı versin Xudayım. Sağ boğaysız. Rahmat isteklerle oturmayın durum hocana. Endi bizden nere basak, nere basam atılgan gap bada. Abi jora bir şira aytib berdipti. Keyin endi hada saytadi, şira toya balsang dedi, kurdi dedi, sanatga ama kurdi diktorlar jonli ijro bo'lib qoldi. Shirot men aytamandan, yo'q, sizlar jonli ijro qiladigan aytadigan odamni aytmaysizlar. Sizlar fonogramma yaqadi deyman. Bu derajagim mendan hech qachon hali fonogramma eshitmaganman, to'g'ri aytganimda. Hakikaten bir canlı icra bilan o'zingizni canlı muxlislaringizni millionlagan musiqalar bilan yo'l topa olgansiz. Hozir ish o'rda o'zingizni bir kun ko'tarib bir chilasidan bir qo'sh bilan anamiz tabiatlab bo'ladi qarang. Qo'lingizni qilib marhamat. Demek mübarekbad etip gap turgan ekanmiz, mübarek bolgayını aytamiz конечно. Her koşukni o'zini o'rni bo'ladi. Mübarekleri bulsun etkeni toyunuz. Cüp etikli küski eyvanı cayınız. Mudama izzette ötke ömrünüz. Mudama izzette ötke ömrünüz. Ene can ene yübli mübarek olgay. Ana canım dulhan gün mübarek olgay. Sıra köylünüzde kalmasın erman. Köylünüz şad bulup sürgeyi sizde hüran. Sizlere yar bulgay Hazreti Palvan. Sizlere yar olgay Hazreti Palvan. Ana canım doğulgan gün mübarek olgay. Hemmenize şu gün mübarek olgay. Mübarekleri bulsun doğulgan gününüz ana canım yine bir bara. Zoruldu hakikaten ne dedi? Eğer hazır bize de bir gap var, daha haksız gap var. En nola siyakatı bu bülbül oladı. Eğer siz yalnız az bülbül bo'lganda bülbül seyrashdan qolib kurluk atgan bo'lar. Hojana qaramizda hasanat o'tiring deb mana yebish o'tiring. Asa ish o'rda endi ana bir anamizni 4 kas beradi. Shu yerda. Ha bor. 4ni kasib ana bir anamizga 4 yedini aytdim, o 4 siyasdan o'tirilgan, 4ta garantiya desha qoyim. Chiroyli davomiy kuldiroz. Qarsaklar bilan danamizga 4tani kesib boshlaga ijozat beramiz. Marhamat. Hey! Happy birthday to you. Ana bir anam şef olup kesip otur, şef olup görünler. Xudoyim ishlatib şef olup o'tirish hammaga nasib etsin. Rahmat Ayşecan. Kıssalmayımız ay. Anama tort yedirib bering anamizga. Anam müminler uzak olsun, nasibeleri bütün olsun, Allah Teala cennet bilen silasın, ki rızkı bütün olsun. Yüze girgenden annemiz gelip dur, devramız yengine kalıp durup Xudayim şu Aziz Kebap kafesi bundan katta bir binaları kurdurup, katta bir muhteşem binalarda barıp oturuş nasip etsin. En sarı ovqatlar faqatgina Aziz Kebap'ta. Hey!
Dona xalqimizning gapi borki, yaxshi niyat yarim mol deydilar. Nechali bir tilakdan bildirsang, baribir kamlik qilaveradi. Endi ish o'rnida yana davramizda biz hozirgi o'yindan keyin yana tabiiyki davom ettiraveramiz. Yaxshi keldingizmi, jonlimisizlar? Mana sizlar soat 9 aytildim ya. Bizlar 6ga, sizlar 9ga. Soat aytilmadi, bu yerga keldik. Soatda farq yo'q, aqrang. Qalbingiz yaqin olsang, asa bir gaplab berasiz, marhamat. Gaplang. Yaxshi, yine bugün şu halamla doğulgan gün eken. Şimdi doğulgan günlerden köplerini görüp sağ salamet yürüsün. Şu kanadında hem yaxşı günlerde katlaşmak üzere nasip etsin. Şu oğul kızlarını, aktık çoluklarını, toylarını görüp yürüvergey halam. 120-130 yaşlara girgey. Şu vaktam gelip tebriklep oturuş bizlere nasip etgey. Hemmene sağlık dilime, yurtumuz tinç olsun, Osmanımız musaffaf olsun. Hemen sağ salamet yürgeysile. Rahmat. Bir yandan gapak kelaver, ağzı bir geçegan zor bo'lib chiqadi. Halam doğulgan gününe gelgen ekemiz. Halama uzak yaş, keng devlet. Xudoyim aktık, çoğuluk, yoğuluklarını sevip oturmak nasip etkey. Xudoyim 130 yaşa girgendem gelip oturmak. Hemmemize nasip olsun kılgay. Xudoyim ne bir yaxşı niyette yürgen bulsak niyetlerimizni Allah talamızı ro'yobga chiqaravergay. Sağlık, salametlik bo'lgay. Hala şu doğulgan gününüz bilen tebrikliymen. Xudayım şu ballarınızı, aktıklarınızı, bizəni hemmemizi vaxtımızda sağ salamet yürgeysiz. 100-120 yaşa girgen vaxtlardan gelip tebrikle oturuş nasip etkey bizlere. Yaxşı. Ne hemen yaxşı yapılan aytınsa şu yaplara koşulamız. Halama uzak yaş, gen devlet. Çoğuluk yoğuluklarına öğlentirip otursun. 120 sene girsin. Hem işe sağ yürüsün. Hem işe hem toylarına birgeyimiz. Kısardan bakalımız. Ahey! Gelin gelin. Gelin. Ha! Ah! Ha! Yana gelin gengiraga gelin. Ahey! Ahey! Ya sen bana denk de köpemez bana gelin. Denk çöpe çarptırmaz gelin. Denk o. İzinden halka koşu koyayım, izinden halka koşu koyayım. Buna tanımarız, öyle mi var? Özü bilirse oynaşınız gerek. Asıl silahını kanınızda bana geldi bu. Hop. Özü oynat da bana gelsin asıl. Ahey.
çıkar onu. Oynamazsan bu beni oyna. Git. Sana uzun rüyalar. Hey. Bana uzun rüyalar. Sana uzun rüyalar. Bana uzun rüyalar. İşte kapılandım. İşte kapılandım gibi. Izladım yağlar. Izladım yağlar. Bana göz buy buy buy. Bana göz buy buy. Bana göz yağlar. Bana göz buy buy. Bana göz buy buy buy. Bana göz buy buy. Bana göz yağlar. Bana göz yağlar. Hey. Her sana. Hop. Hadi kumrat gelin. Halpa yonalışı. Ahey.
Katta rahmat hammang ustalda bo'lgan bangladan balıkni davom ettiringlar. Bugün 2025 yıl aynan bugün 12 may günü baxtli oilaning baxtli kunlarini guvoh bo'lish maqsadlarida yana bugün 91 bahorini qarshilab olgan ana bibi onamizni oilasida yaxshi kunimizni sababi bilan bugün Aziz Kabob kafesine tashrif buyurdik. Bu yerda ham o'yna ovqatlandik. Ovqatlari zo'r, haqiqatan gap qo'sh mumkin emas. Tashkil undan ham zo'r, ovqatlari undan ham zo'r, bir-biridan mos aytadi. Yuzga qosh qo'yganing deb ana bibi onamizga kimni qalbida tilaklari va fikrlari bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyalarda yozsangizlar bu oila kommentariyalarınızı o'qiydi va sizga tashakkurlarini bildiradi. Bizda bitta shior bor, faqat yaxshilikka bir qadam shiori ostida oilangizda yana yaxshi yillar boshlansin. Sizlar bilan Xudo nasib etsa kechki loyhamizda soat 9:00 da Monoq mahallasida didor ko'rishguncha salomat bo'linglar, boringizga shukr. Qo'lingiz bo'shab bilmata like bossangizlar xursand bo'lib qolamiz. Habibi, пустую, Habibi, пустую.